Olib sotamiz kanalimizda kech bo'lganda biz xizmatdamiz. Avtomat korobka, tayyor, gazi bor, generalniy daniski bor mashinani topib qo'ydim. Mashinamizni bitta obzor qilib beraman. Lasetti mashinamiz 2009-yil. Navrotlari, LED faralari bor, Malibu Premier diski baloni bor. Baloni ham zo'r holatda, mejgara pulti bor. Mashinamiz kurgoy tayyorlovkasi bor, zrastveniyasi ham bor, glazli stokida 3-pay silliqli variant bo'ladi. Ichini qarang, idealniy polik chexollarni zo'r taqib qo'ygan, ichi qirilmagan, chizilmagan. CC monitori bor, video registrator bor, mashina olib haydashingiz zo'r, ichlaridan ham shunaqa приятный hid kelib turibdi. Mashina o'zi shunaqa bo'lsin, zo'r variant olib haydashingizga orqalarida optira faralari ham bor. Kraskasi 3-4 ta joyida bor, ichiga o'tmagan, lekin mashina zo'r holatda, yurgani 440 ming atrofida bemalol ustidan olib kelib ko'rsatib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, kelar 5000 deyotdilar. Sizlar uchun narxini savdalashib $4700 qo'ydi. Qiziq bo'lsa past nomerlar bor, bemalol telefon qilib kelar, yana gaplashib olishingiz mumkin. Joylar sog' bo'lsin, xizmat bo'lsa o'zimizga turasizlar. Lasettining